Ertalab maktabga chiqib ketgan qizaloq uyiga boshqa qaytib kelmadi. Ma'lum bo'lishicha, 2-sinf o'quvchisi bo'lgan marhuma yo'l transport hodisasi qurboniga aylandi. Voqea joriy yilning 7-mart kuni Surxondaryo viloyatining Boysun tumani Darband mahalla fuqarolar yig'ini hududida sodir bo'lgan. Aniqlik kiritilishicha, yuk mashinasi haydovchisi 1992-yilda tug'ilgan. Ma'lum bo'lishicha, qizaloq yo'lni kesib o'tayotgan vaqtida Kamaz haydovchisi uni urib yuboradi. Og'ir jarohatlar esa o'quvchi qizni bu hayotdan olib ketdi. Rasmiy xabarda keltirilishicha, xodimlar darhol voqea joyiga yetib borgan. Ayanchli avtohalokat sabablari o'rganilib, hududdagi mavjud muammolar o'sha vaqtning o'zida bartaraf etilgan. Aniqlik kiritilishicha, ushbu yo'l mahalliy aholi harakatlanadigan, ta'mirlanishi kutilayotgan yo'l bo'lgan. Mas'ullar ishtirokida marhuma qizaloq tahsil olgan maktabda dahshatli yo'l transport hodisasi bo'yicha muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Shu kabi hodisalarni oldini olish yuzasidan ota-onalarga va xodimlarga tushunchalar berilgan. Hurmatli haydovchilar, mashina boshqarayotgan vaqtingiz o'quvchilarga ko'zingiz tushdimi? Darhol tezlikni pasaytiring. Ota-onalar, siz esa voyaga yetmagan farzandlaringizni imkon qadar maktabga o'zingiz olib boring. Yo'ldagi xavf-xatar hech qachon vaqt, makon tanlamaydi. Biz marhumaning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz.